Bormen dehqon. Salomat bo'ling. 2026-yil 9-yanvar sanasida kivilarimni mana bunday qilib do'stlar klokka solib qo'yganman. Mana bu 1 yasharlik, mana 2 yasharlik ko'rishlaring mumkin. Kivi so'rayotganlarga qana bo'lar ekan deb. Mana do'stlarim, kloyda bo'ladi. Mana kivini holatiga baho berasizlar. Mana kimga qanaqa razmerda kerakdigan bo'lsa, yaqinroq olib kelavering. Bunday ko'rsating mana. Endi mana da turinglar, mana ko'rsataman. Do'stlar, kivini eng balandini sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Kivini bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa qilib baylab qo'ying. Bu dastlabki ham qilib beramiz do'stlar. Mana hozir Andijonga dastlabki qilib beryapmiz do'stlar. Kivi bilan mana qana bo'lar ekan deganlarga do'stlar, o'sha meva qiladigani mana. Olib chiqib turib, uzum sortaga baylab qo'yilsa, bo'yini ko'ylab 177 man. 2 metrdan ziyod xuddi shuna bo'lib ketadi do'stlar mana. Buni ko'chatlarga aloqa chiqarasizlar, mevasini ham tashab o'tganman. Kivi ko'chat so'rayotganlar juda ko'pchilik so'raydi, vaqtim bo'lmadi, endi qo'yishni boshladim. Do'stlar mana razmeri. Mana mashina qilib mana taglam qilib berib yuboramiz. Endi bu qayerda nima bo'ladigini yaqinroq kelib ko'rsating do'stlar mana. Panika qilganman do'stlar. Mana xuddi shuna qilib mana baylab qo'yganman. Kivi bo'ladimi deganlarga bo'ladi. Mehnatlarga rank bosib qo'yamiz, aloqaga chiqarasiz, nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Like do'stlar.